Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Amerikaga siyrak to'pi eksport qilishni chekladi. Xitoy Amerikadan o'ch olish uchun kam uchraydigan mineral moddalarning Amerikaga eksport qilinishini chekladi. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Xitoy 3-dekabr bir qism oz uchraydigan mineral moddalarning Amerikaga eksport qilinishini cheklaydiganligini e'lon qilgan. Oldingi kuni Bayden hukumatı Xitoyning Amerikaning ilg'or texnikaga erishishiga bo'lgan cheklamalarni kuchaytirgan bo'lib, Xitoy bu masalada Amerikadan o'ch olishni planlagan. Xitoy savdo ministrligi gallik, german, antitela va darajadan tashqari qattiq materiallarning Amerikaga setilishini darhol to'xtatadiganligini, ularning harbiy va puhraviy ikki turda ishlatiladigan buyum ekanligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, grafitning eksporti texmo ko'p tekshirildi ekan. Xitoy yer sharidagi ko'plagan ta'minlash zanjirining yadrosi bo'lib, Trumpning birinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida eksportiga zarba berishdan o'zini qochirib, Amerikadan boshqa davlatlardan mahsulot setib olish qatorliq cheklik harakatlarni qo'llanib boqqan. Ammo navbatda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari Amerika prezidenti bo'lib saylangan Donald Trumpning kelarki mazgilda texmo qattiq siyosatlarni yo'lga qo'yishi mumkinligidan andisha qilmoqda ekan. Amerika savdo ministri Raymondo 1-dekabrdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Xitoyga qarata o'zak cheklamasini zo'r ko'lamda kengaytirishi haqida to'xtalib, bu harakat Amerikaning Xitoyning harbiy ishlarini zamonaviylashtirishdagi eng ilg'or o'zak ishlab chiqarish iqtidoriga buzg'unchilik qilish uchun qo'llangan eng qattiq kontrol tadbirlariga vakillik qiladi. Hukumat, mutaxassislar, kasb sohasidagilar va ittifoqdoshlar bilan yaqindan hamkorlashib, bu harakatning davlat bexatarligini qo'g'dishiga, shundaqla kutilmagan savdo oqibatini eng tuban chekka tushirishga kafolatlik qiladi degan edi. Amerika davlat bexatarlik xodimlarining aytishicha, Xitoyning ilg'or kompyuter o'zligini setib olishi va ishlab chiqarish iqtidori Amerikaga tahdid elib keladi ekan. Bu o'zaklar tor hujumi qo'zg'ash, yangi qurol lohiyalash, kuzatish sistemasi barpo qilish va armiyaning chet el hujumiga to'g'ri va tez inkos qaytarish iqtidorini yuqori ko'tara oladigan sun'iy aql va darajadan tashqari kompyuterni harakatlantirishda intayin muhim ekan. Xitoy Koreyadagi fuqarolarini bexatarlikka diqqat qilishga chaqirdi. Koreya prezidenti davlat tavalligida jiddiy holat e'lon qilgandan keyin Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchixonasi Xitoylarni bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishni eskartdi. Koreya prezidenti Yoon Suk Yeol 3-dekabr kechda jiddiy holat e'lon qilgan bo'lib, barliq siyosiy faoliyatlarni cheklagan. Bu 40 necha yildan buyon Koreya hukumatining tunji qatim jiddiy holat e'lon qilishi bo'lib, butun dunyoni hayron qoldirgan. Prezident Yoon Suk Yeol bu qarorning davlatga qarshi kuchlar va Shimoliy Koreyaning tahdidiga taqobil turish uchun chiqarilganligini uqtirgan. Prezidentning bu qaroriga o'qituvchi partiyalar qattiq norozilik bildirgan, ammo bir necha soatdan keyin jiddiy holatning amaldan qoldirilganligini e'lon qilgan. Koreya prezidentlik ishxonasi bugun bayonot e'lon qilib, prezident Yoon Suk Yeolning davlat mudofaa ministri Kim Yong Hyunning iste'fosini qabul qilganligini bildirgan. Mudofaa ministri Kim Yong Hyun 4-dekabr yozma bayonot e'lon qilib, jiddiy holat sababidan xalqni andishiga solganligi va qalaymaqonchiliklarning yuz berishiga sabab bo'lganligi uchun xalqdan afv so'ragan edi. Xitoyning Koreyada turishliq bosh elchixonasi Koreyadagi Xitoy fuqarolariga siyosiy vaziyatning o'zgarishiga diqqat qilishni, bexatarlik engini yanada kuchaytirishni, zarur bo'lmagan ahvol ostida sirtqi chiqishni azaytishni, siyosiy fikrlarni ehtiyotkorlik bilan bayon qilishni eskartgan. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya parlamenti raisi bilan ko'rishdi. Malayziyada ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan bosh kotib Abdurashid Amin Hoji 4-dekabr Malayziya parlamenti raisi bilan ko'rishdi. Hay'at Malayziya parlamentini ziyorat qilish jarayonida parlament raisi Yangdi Pirtua Divan Rakyat Tansiri Dato Johari Abdul, sobiq tashqi ishlar ministri Dato Siri Sayfuddin bin Abdullah va Malayziya Islom partiyasining parlament a'zolaridan Tuan Haji Abdullatif bin Abdurrahman, Tuan Ahmad Tarmizi bin Sulayman va partiya ijroiya hay'ati a'zolari bilan ko'rishgan. Hay'at bu jarayonda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tunishtirgandan boshqa, Sharq Turkiston da'vosini Malayziyada kun tartibga keltirish xizmatlarini, shundaqla Malayziya ziyoratidagi faoliyatlarga aloqador masalalar haqida kengashgan.
Hay'at ziyorati davomida yana Malayziya Davlat Mudofaa Universiteti Xalqaro munosabat va bexatarlik fakultetining o'qituvchisi professor doktor Muhit Mizon bin Muhammad Aslam bilan ko'rishib, Uyg'ur o'quvchilarining universitetda o'qishiga qulaylik sharoit hozirlash masalasi haqida suhbatlashgan. Amerika Turkiya bilan Suriyadagi o'zgarishlar haqida uchur almashtirayotganligini bildirdi. Amerika Mudofaa Ministrligi Turkiya bilan Suriyaning shimolidagi o'zgarishlar haqida davomli uchur almashtirib turayotganligini bildirdi. Amerika Mudofaa Ministrligi bayonotchisi Pat Ryder kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning Suriyaning Halab shahri va uning atrofidagi vaziyatga oid savollarga javob berdi. Pat Ryder Suriyada qo'llab kelayotgan bo'lgunchi terrorlik tashkiloti PKK-YPGga qarashliq Suriya demokratik kuchlari SDG bilan bo'lgan hamkorlikning faqat Daeshga qarshi kurash bilan cheklanganligini ta'kidladi. Shuning bilan birga Amerika havo armiyasi aeroplanlarining Suriya hokimiyatining bir qism o'rinlarini bombardimon qilganligini e'tirof qildi. Ryder yana hokimiyat kuchlarining T-64 tiplik bir tankisi va raketa batareyalarining betkit qilinganligini, bu hujumlarning SDGni qo'llash uchun emas, balki rayondagi Amerika askarlarining bexatarligini qo'g'dash maqsadida elib berilganligini bildirdi. Muxbirlarning Halabni qo'lga kirgizgan o'qituvchilar PKK-YPG bilan to'qinishib qolgan taqdirda Amerikaning pozitsiyasining qanday bo'ladiganligi haqidagi savoliga Ryder, biz Daeshga qarshi kurash jarayonida SDGni qo'lladik. Suriyadagi mavjudligimizning yagona maqsadi Daeshga qarshi kurash qilish. Bu nuqtadagi nishonimizda o'zgarish yo'q deb javob berdi. Bayonotchi oxirida biz Suriyaning g'arbiy shimolidagi vaziyatni izchil ko'zlayapmiz. Bu jarayonda dialog mexanizmlarimizning borligini ta'kidlash uchun Turkiya qatorliq rayondagi sheriklarimiz bilan o'zaro aloqani kuchaytiryapmiz deganlarini qayd qildi. Iranning qo'llashidagi guruhlar Iroqdan Suriyaga o'tmoqda. Iran qo'llashi ostidagi guruhlar Iroq zamini orqali Suriyadagi o'qituvchilarga qarshi Bashar Asad hokimiyatiga yordam beradigan harbiy qismlarni tashkillamoqda. Yerlik manbalardan e'lingan uchurlarga asoslanganda Iran qo'llashi ostidagi guruhlar bir qancha kundan buyon Iroq orqali Bashar Asad hokimiyatini qo'llash uchun Suriyaga yo'tkilayotgan bo'lib, har kuni 50 harbiy avtomobil bilan Suriya Iroq chegarasidagi Al-Bukamal nahiyasidan Suriyaga o'tmoqda ekan. Bu guruhlar orasida Zaynabiyun va Fatimiyun brigadalaridan boshqa Iran inqilobiy muhofazat qismlari, harbiy avtomobillar ichida har xil raketa atarlar va 23 mm aeroplan atarlar o'rnatilgan avtomobillar bor ekan. Suriyadagi o'qituvchi guruhlar Halabdagi etishishlarda Ironlik va Ironning qo'llashidagi ba'zi askarlarni asir olgan edi. Suriyada Bashar Asad hokimiyati bilan birlikda harakat qilayotgan Iron qo'llashidagi guruhlar orasida Fatimiyun va Zaynabiyun brigadalari oldingi o'rinda turadi. Iron armiyasi Suriyada 2011-yili portlagan ichki urushda Bashar Asad hokimiyatini qo'llash uchun butunlay Afg'onistondan kelganlar bilan tashkillangan Fatimiyun brigadasini qurgan edi. Iron qo'llashidagi guruhlar Suriyada Deir ez-Zor viloyatining markazi Meyadin, Muhasan va Al-Bukamal nahiyalari bilan Suriya-Iroq chegara liniyasida ko'p sonni egallaydi ekan. Mazkur guruhlar Iron inqilobiy muhofazachilar qismi qo'mondonlarining qo'mondonligi ostida ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.